Hozirgi amaliyotimiz prostata bezi xavfsiz giperplaziyasini, ya'ni adenomasini xalq tilida hech qanday kesmalarsiz siydik kanali orqali olish amaliyotini bajarmoqdamiz. Bemorimiz bizga Moskva shahridan kelganlar. Buni alohida ta'kidlab o'tamiz. O'tgan yili bemorimizni ko'rgandik. Shu ko'rib tekshiruvlar natijasida shu tashxisni qo'yib, bemorimizga mana shu amaliyotni taklif qilgandik. Bemorimiz bizga 1 yildan keyin kelaman deb ketgandilar. Mana 1 yil bo'ldi. Hozir ataylab bizga operatsiya bo'lish uchun Moskva shahridan kelganlar. Hozir mana amaliyotlarni bajarmoqdamiz. Xudo xolasa niyat qilamiz bemorimizni mana shu shifoxonamizdan yorug' yuz bilan uylariga, Moskva shahriga yana kuzatamiz. Xudo xolasa. Amaliyot hozirda yaxshi ketmoqda. Prostata bezi kattalashgandan keyin bemorda o'sha hammamizga tanish bo'lgan hojatga chiqqanda napor pastligi, kechalari tez chiqish, uyquni buzilishi va buning natijasida boshqa kasalliklar, asab sistemasi, qon bosimi ortishi kabi muammolar yuzaga keladi. Hozir bemorimizda xudo xolasa bu narsani olib tashlaganimizdan keyin kechalari chiqish va yuqorida sanab o'tgan muammolarimiz bartaraf bo'ladi. Salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.